Assalomu alaykum YouTube va Telegram obunachilari. Mana bizda 14 romkalik yashiklarimiz bitgan holda turibdi. Ko'rishlar mumkin, chiroyli qilib bitkizilyapti. Taxtalari uchlikdan bo'lgan, ponni. Tunikalari 0.3 qalinligi. Chiroyli qilib bitkizilgan holda turibdi. Demoxotlari, qopqoqlarida bilan troslar qo'yilyapti, falgalari joyida. Ishonchli va sifatli yashiklar faqat bizda bo'ladi. Mana joyimizni hamma tanisa kerak. Taxtalari mana ko'rishlar mumkin. Taxtalari 3, poli ham 3lik qilib berilgan. Bunga ham bemalol odam chiqsa ko'taradi. 100 kilogacha o'zim chiqib ko'rsatib beraman. O'zim 70 kiloman. Mana sakrab ustiga sakrab beraman mana. Hammasi ko'taradi. Yashiklarimiz holati mana ko'rishlar mumkin. Bir topli zamoz deydimi, o'shanaqa yashik bu. Esimdan chiqib qolgan, qopqoqlari ikkilik, tepasiga 1.7lik taxta qoqilgan. Arkasidan ko'rinishi yashiklar. Oldi tarafdan ko'rinishi bu yashiklarda ana. Bu tarafda 28 romkalik yashiklarimiz. 14 ta bu tarafga ramka tushadi, 14 ta bu tarafga ramka tushadi. Sifatli qilib bitkizib qo'yilgan. Pollarga e'tibor berasizlar. Pola xudo xohlasa suvchisiz oqib ketadi. Kaziroklari ham joyida hammasini. Mana bitgan holda turibdi. Hamma tarafdan 1,5 sm kazirok chiqqan qopqoqlarga. Yigirma 28 romkalik holati. 14 ta bu xonaga, 14 ta bu xonaga ramka tushadi. Hamma yashiklarim bemalol 100 kilogacha odam ko'taradi. Qopqoqlarimiz mana qopqoqlarimizni ko'rishlar mumkin. Ikkilikdan tepasi 1.7lik taxta qoqilgan. Arkadan, yondan ko'rinishi. Ko'rib baho berib like bosib ketasizlar.